Ko'pchilik faqat tergovchi yoki sud organlari odamlarni so'roq qilishi mumkin deb o'ylaydi. Lekin ko'pchilik bilmaydigan bitta ma'lumotni aytaman. Soliq organi xodimlari ham guvohni so'roq qilishi mumkin. Noto'g'ri eshitmadingiz. Soliq kodeksida aniq yozib qo'yilgan, bunaqa vakolat soliq organlariga berilgan. Ya'ni Soliq kodeksining 149-moddasida tekshiruv holatlari bilan soliq nazorati tadbirlari uchun har qanday bog'liq ma'lumotlarga ega bo'lgan voyaga yetgan shaxslar guvoh sifatida so'roq qilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Guvoh sifatida so'roq qilingan paytda yolg'on ko'rsatma berganlik yoki ko'rsatma berishdan bosh tortganlik uchun ogohlantiriladi va dalolatnomaga qo'l qo'ydirib olinadi. Xuddi tergovda yoki sudda so'roq bergandan oldin qilinadigandaqa. Endi bunaqa holatda nima qilish kerak? Birinchidan vahimaga tushmash kerak, chunki bu oddiy soliq nazorati tadbirida oddiy qanaqadir ma'lumot olish uchun bo'lishi mumkin. Va ikkinchisidan rasmiy so'roq xati kelishini talab qilishingiz kerak. Telefonda oddiy telefon qilib kelib keting guvoh sifatida chaqiryapmiz desa, bu noqonuniy bo'lib qoladi. Shuning uchun rasmiy chaqiruv xatini so'rashingiz talab qilinadi. Soliq qonunchiligining mana shunday nozik jihatlarini bilib bormoqchi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'ling. Biz murakkab soliq qonunchiligi haqida sodda tilda gaplashamiz.